Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Gulnoz Bezman, skriningdagi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'r. Sevarni nima qilib qo'ydinglar sizlar? Yaxshi qaramabsizlar-ku, homilador bo'lib qopti, 10 haftalik, 2 oylik. Ha, ana tabriklaymiz. Yo'q. Ha, rostdan 10 haftalik homilador. Hozir men sizga videolarni olib tashlab yuboraman. Ahvoli qanaqa ekan? Ahvoli zo'r ekan, yuraklari urib turibdi, o'ynab turibdi bolachangiz. Zo'r. Sevarni o'zi ham shokda. Gapirolmay tildan qoldi. Qarang, bo'lmasa o'zingiz yaxshilab qarab bering. Ha, o'zim yaxshilab qarab beraman. Oxirigacha hamma nevaralarimga o'zim qaraganman, ikkalasiga ham. Xudo xolasa, bunisiga ham qarab beraman. Iloji bo'lsa, gormonlarni, dorilarni ham o'zingiz qilib bersangiz bo'ladi, to'g'ri? Bo'ldi, o'zim qilib beraman, xudo xolasa. O'zingizga yelamiz. Ha, bo'ldi, o'zim chiroyli qilib qarab beraman sizga, xo'p. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Tabriklayman. Xo'p, rahmat. O'zim ham xursand bo'lib ketdim. Xafa bo'lmaysiz, gormonni surib ketgan. Ha, bo'ldi, mana xayrlisini bersin, Allohga olsin. Xo'p. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling, xo'p.